Hammaga salom. Ko'rib turganingizdek grafikda Oracle kompaniyasini aksiyasi narxi. Oracle kompaniyasini ham men Telegram kanalida investitsiya g'oyasi sifatida bergandim o'tgan oylarda. Nimaga? Birinchidan bu tex gigant hisoblanadi. Bulutli texnologiyalarda eng zamonaviy hamma data sentrlar, ya'ni Oracle kompaniyasi bilan bog'liq. Ikkinchidan, texnik jihatdan kompaniya narxi 340 dan qariyb yarim baravar 140-150 gacha tushdi. Bu 50% skidka degani. Juda ham zo'r fundamental kompaniya va uni aksiya narxi 50% tushdi. Bu juda ham zo'r investitsiya g'oyasi bo'la oladi. Ya'ni bu yerda turli xil texnik tahlil orqali kirish imkoniyati bor. Ya'ni trendoviy liniya buzish orqali, okey. Undan keyin mana support resistance orqali kirsa bo'lardi yokida narx darajalari. Farqi yo'q. Uni texnik tahlil kim qaysi yondashuv orqali farqi yo'q, lekin asosiysi bu yerda, ya'ni bozor tushunishi, ya'ni narx tushdi, to'xtadi va tepaga ketishni boshladi. Ya'ni investitsiya g'oyasi berilgandan boshlab aksiya qariyb 30% ga o'sdi. Bu juda ham zo'r показатель va yana potensial 300 gacha mavjud o'rta muddatli investitsiya g'oyasi uchun. Hammaga rahmat.